Hovlining o'rtasida katta daraxt qaranglar. Haqiqiy o'zbekona, xuddi kinolardagi uylarga o'xshagan hovli top. Keng ko'chalar asfalt qilingan. Naq 14,5 metr fasadga ega bo'lgan haqiqiy o'zbekona uchastka. Lokatsiya super, infrastruktura qulay. Bog'cha 1 minut, maktab 2 minut, masjid 3 minutli masofada joylashgan. Peshkom, metro, bolnitsa, stadionga peshkom 10 minutda yetib olasiz. Uy remontlari idealni, kirib yashashga tayyor holat. Gaz, svet, issiq suv, sovuq suv, internet, Wi-Fi, kanalizatsiyalardan umuman muammo yo'q. Ko'chalar asfalt qilingan, qo'shnilar ahil, tinch, fayzli xonadon. Atrof to'la magazin, apteka, barcha turdagi maishiy xizmat ko'rsatish turlari mavjud. Uy hujjatlari joy-joyida. Xullas shunaqa chiroyli o'zbekona hovlimiz o'zbek mahallada joylashgan. Biz umuman ko'chkimiz kelmayapti. Mahallamiz rosa yaxshi mahalla deyishdi uy egalari. Uy ichidagi konditsioner va shunga o'xshagan ayrim uy jihozlari uy egalari bilan xohishingizga qarab kelishilgan holatda qoldirilib ketish ehtimoli yuqori. Shoshiling, hoziroq uy egalari bilan bog'laning. Narx-navosini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Manzil Chilonzor tumani, Qo'zirobod mahallasi. Orientir 16-Go'rbalnitsa.